Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Damas mashinasi 2024-yil 8000 km masofani bosib o'tgan. Kraskalar okali absolutni top-toza, to'rtta yangi elegant diski, yangi yumshoq bo'lakli qo'yilgan. Eng qiziqtiradigan tomoni okali tonirovka. 2 yilga olingan ekan, 1,5 yil hali tonirovka ruxsatnomasi bor. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ideal sostoyanida. Okali 7997 km ekan. Hali 8000 ga emas, mashinaga qimmat chexol, patolo obshuklarga cham qilingan. Daji okali Malibu barlarga cham ustunovka qilib qo'yishdi. Gerb labovoy. Mashina benzin holatda, hali gaz o'rnamagan. Kuzovlarida daji qirilgan, shilingan joylar ham yo'q. Mashinani olib, maza qilib, minaslar. Blatni turibdi, ranglari ham o'ziga yarashgan, navrotlari ham o'ziga yarashib turibdi. 2024 Xo'p, 8000 km masofani bosib o'tgan, kraskalar top-toza, minishga tayyor Damas mashinasini sizlar olib maza qilib minishinglar uchun $6650 baholandi. Egalarning undan qoldiraman, telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.